Har bitta ijtimoiy tarmoqdan foydalanib turgan har bitta odamga shuni tavsiya qilgan bo'lardimki, hozir bundan zamon talab bo'lib qoldi. Har bitta so'zini kommentariyani o'ylab yozishini, kommentariyani yozish natijasida biron bir haqorat so'z gapirmasligini, haqorat qilib qo'ygan bo'lsa, kimdir shaxsini qadrsizlantirib qo'ygan bo'lsa, bunga albatta javobgarlik bor. O'sha yerda belgilab qo'yilgan jarima jazosi belgilab qo'yilgan. Va bundan tashqari, o'sha ma'muriy jazo qo'llangandan keyin haqoratlangan fuqaro olgan ma'naviy zararining hisobidan ma'naviy zarar undirish haqida biron bir summa talab qilish haqqi bor. Haqorat qilgan fuqaro hech qachon yutuqda bo'lmaydi. Birinchidan jarima to'laydi, ikkinchidan ham ma'naviy zarar uchun jarima to'lashi mumkin. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, hozirgi vaqtda o'zi umuman olganda hech kim haqorat qilmagan yaxshi. Xoh u kommentariyada bo'lsin, xoh ko'chada bo'lsin, xoh telefonda bo'lsin. Ko'pchilik tushuncha bor, kommentariya haqorat qilyapman, mani birov bilmaydi deb o'ylaydi. Lekin hozirgi vaqtda buni bilish yo'llari osonlashib ketdi. Har bitta akkauntda o'zining IP adresi bor. O'sha IP adresiga chiqib, kerakli organlar topib olishyapti. Topish o'sha qiyin bo'lmay qoldi, bemalol topib olsa bo'ladi. Agar kommentariyada haqorat so'zi yozsa, haqoratlasa nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Buni ham yo'li oson. Ya'ni haqoratlangan shaxs o'zini o'sha yashash hududidagi ichki ishlar idoralariga boradi ariza bilan, holat to'g'risida batafsil ma'lumot beradi. Bitta ariza bersa, shu bilan yetarli, ya'ni kerakli choralar ko'riladi.